Diqqat, ta'ziya. O'zbek xalqiga bugun og'ir judolik. Barchaning ko'nglidan birdek joy olgan taniqli inson vafot etdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Siz ham o'z ta'ziyangizni izhor etmoqchi bo'lsangiz, video rolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, taniqli jurnalist Muharrama Pirmatova 54 yoshida vafot etdi. Taniqli ijodkor Muharrama Pirmatova 1971-yil 9-aprelda Toshkent shahrida ziyolilar oilasida tug'ilgan. 1993-yilda Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Arab filologiyasi fakultetida bakalavr, 2000-yilda aspiranturasini tamomlagan. Uzoq yillik mehnat faoliyati davomida u Tong yulduzi, bolalar va o'smirlar gazetasi bo'limi muharriri, 21-asr ijtimoiy siyosiy gazetalar muxbiri, Islom nuri gazetasi bo'lim muxbiri, O'zbekiston matbuot pressa, O'zbekiston ma'naviyat va ma'rifat ilmiy siyosat jurnalisti, mas'ul kotibi bosh muharriri, O'zbekiston Milliy axborot agentligi O'zAda strategiya belgilash va monitoring bo'limi yetakchi mutaxassisi. 2003-yildan buyon agentlikning xalqaro axborot tahririyati yetakchisi, muharrir lavozimida ishlab kelayotgan edi. Iste'dodli ijodkor, mehribon ustoz, fidoyi va jonkuyar inson Muharrama Pirmatovaning vafoti munosabati bilan uning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur hamdardlik bildiramiz.